Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy tadqiqot metodologiyasi kursining tinglovchilari. Ikkinchi mavzumiz ilmiy maqolaning tarkibiy qismlari bilan bugun tanishtirib o'taman. Bugungi darsimizda biz ilmiy maqola o'zi nima, uning tarkibiy qismlari qanday bo'lishi kerak degan savollarga javob olamiz. Tezis nima va uning maqoladan farqi nimada ekanligini tushunib olamiz hamda monografiya nima, uning tarkibiy qismlari haqida tanishtirib o'taman. Eng avvalo ilmiy maqolalarni shakllantirishda asosan dunyo bo'yicha keng tarqalgan uslub bu AIMRAD akronimi asosida shakllantiriladi ilmiy maqolalar va ushbu shaklda maqola tayyorlash bo'yicha tushunchalar berib o'taman. Maqolani tayyorlashda eng avvalo sarlavha bo'ladi. Uning muallif haqidagi ma'lumotlar keltirilishi kerak, annotatsiya keltirilishi kerak, kalit so'zlar, kirish qismi, tadqiqot metodlari, natijalari va muhokama, xulosalar va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan tarkib topgan bo'ladi. Asosan maqolalar. Tezislar ham xuddi mana shu shaklda shakllantiriladi ko'pincha. Shu dissertatsiyalar ham asosan endi dissertatsiyani tayyorlashda kalit so'zlar, annotatsiyani o'rnida kengroq ma'lumotlar berilgan bo'ladi. Asosan ilmiy ishning tarkiblari haqida birinchi mavzumizda tushunchalar berilgan edi. Ilmiy tadqiqot olib borish bosqichlari, o'sha bosqichlarga rioya qilgan holda o'shalarning tadqiqotning natijalari bo'yicha maqolalar shakllantiriladi odatda. Maqolaning sarlavhasi qanday bo'lishi kerak? Maqolaning sarlavhasi har doim o'zbekcha, agar o'zbek tilida ifodalansa, agar 10 ta 12 ta so'zdan oshmasligi zarur. Agar ingliz tilida ifodalansa, 15 ta so'zdan oshmasligi kerak bo'ladi. Sarlavha uchun tanlangan mavzu maqolangizning obyekti, predmeti va o'rganish metodlari asosida yasalgan bo'lishi lozim. Ya'ni umumiy maqolaning mazmunini aks ettirishi lozim maqolaning mavzusi. Aksariyat ilmiy jurnallarda 15 sahifadan oshmaydigan maqolalar qabul qilinadi. Shuning uchun ilmiy maqolalar uchun mavzular iloji boricha aniq shakllarda shakllantirilishi lozim. Odatda OAK tarkibiga kirgan jurnallar uchun maqolalar 11 shriftda kamida 5-6 betli maqolalar qabul qilinadi. Tezislar esa 2-3 betdan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Eng avvalo tezis va maqolaning farqi degan savolga javob beradigan bo'lsak, tezis bu konferensiya to'plamlarida chiqarilgan qisqa maqolalar, ya'ni umumiy holda berilgan qisqa maqolalar bu tezis deyiladi. Ya'ni konferensiya to'plamida chiqarilsa, agar maqolangizni beti hatto 10 bet bo'lsa ham u tezis hisoblanadi, chunki u konferensiya to'plamida chiqarilgan bo'ladi. Maqola deb ilmiy jurnallarda chiqarilgan maqolalar esa ilmiy maqola sifatida tan olinadi. Monografiya nima? Monografiya bu yakunlangan dissertatsiyaning natijalari bo'yicha chiqarilgan kitob to'plamni biz monografiya deymiz. Ya'ni yana monografiyani bir ma'nosi, masalan, siz 10 ta 15 tacha maqola chop ettirdingiz va ushbu maqolalaringizni hammasini bitta jamlanma qilib ilmiy kitob, ya'ni monografiya sifatida ham chop etishingiz mumkin. Ana endi maqolaning sarlavhasi haqida tushunchalarga ega bo'ldingiz. Muallif haqida ma'lumotlar qanday shaklda taqdim etiladi? Muallif haqida ma'lumotlar to'liq familiyasi, ismi sharifi, affiliatsiyasi, ya'ni faoliyat olib borayotgan tashkilot hamda lavozimi to'liq yozilgan bo'lishi kerak. Masalan, ana misolda ko'rsatilgan Abesov Bobomurod Hamidovich Buxoro davlat universiteti axborot texnologiya fakulteti 2-bosqich talabasi. Mana shu tarzda muallif haqida ma'lumotlar to'liq maqolada keltirilishi lozim. So'ralgan holatlarda email adresi yoki telefon raqami ham qo'shilishi mumkin. U ilmiy jurnalning talabidan kelib chiqib qo'yiladi. Annotatsiya. Maqolaning annotatsiya qismi to'liq maqola haqida ma'lumot beruvchi holatda bo'lishi kerak. Bu qismda butun maqola mazmunini umumlashtirishi, o'quvchi asosan sizning maqolangizni aynan shu qismi bilan tanishadi va ushbu qismning potensial o'quvchilarni qiziqtirishi, maqolangiz mazmunini iloji boricha aniq tasvirlashi kerak bo'ladi. Annotatsiya maqolaning barcha tarkibiy qismlari bo'yicha ma'lumotlarni o'z ichiga oladigan va qisqa bayon etilgan ma'lumotlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Annotatsiya asosan 100 ta 120 ta so'zdan iborat bo'lishi lozim. Tayanch
so'zlar, ya'ni kalit so'zlar ham deb yuritiladi. Buni kalit so'zlar desak, kalit so'zlar kalit so'zlar asosan mavzu xususiyatini ochib beruvchi so'zlardan tarkib topgan bo'lishi va ushbu kalit so'zlar 6, 8 va 12 tagacha so'zdan yoki so'z birikmalaridan tarkib topgan bo'lishi mumkin. Masalan, kalit so'zlar informatika haqida maqola chiqarilgan bo'lsa, informatika, talabalar, kompyuter kabi mana shunday kalit so'zlardan tarkib topgan bo'lishi kerak va ushbu kalit so'zlar sizning maqolangizda aks etgan bo'lishi lozim. Maqolaning kirish qismi asosan maqolaning debochasi hisoblanib, ilmiy muammoning dolzarbligi, uni o'rganish darajasi, tadqiqotga bo'lgan yondashuvlar, huquqiy hujjatlar haqida ma'lumotlar maqolaning kirish qismida keltirilishi lozim. Siz avval keng savol berasiz, allaqachon ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni keltirasiz. Tadqiqot bilan bog'liq ilmiy adabiyotlar haqida qisqacha ma'lumotlar ham kirish qismida keltirilishi mumkin. Tadqiqot metodlari turli metodlardan iborat bo'lib, bu eksperimental o'rganish obyekti. Agar o'rganish obyektingiz odamlar bo'lsa, ularning soni, jinsi, yoshi va boshqa muhim xususiyatlarni ko'rsatishingiz lozim. O'zingizning namunangizni yaratish uchun xuddi shu mavzudagi ilgari nashr etilgan tadqiqotlarni o'rganishingiz va boshqa mualliflarga qanday yo'l tutganini haqida ma'lumotlarni o'rgangan holda tadqiqot metodlarini tanlab olishingiz mumkin. Tadqiqot metodlariga yana so'rovnoma metodi, intervyu metodlari, kuzatish metodlari ham tadqiqot metodlari hisoblanadi. Ya'ni kuzatish, intervyu, eng ommalashgan so'rovnoma olish. Buni oldingi darslarimizda ham tushuntirganimdek, tadqiqotning muammosini aniqlash uchun ushbu metodlardan foydalanib tadqiqot olib borib, tadqiqotning muammosini aniqlaysiz va o'zingizning yechimlaringizni keltirishingiz kerak bo'ladi. Natijalar metodologiyani tavsiflagandan so'ng olingan natijalarga o'tiladi. Bu ilmiy maqolaning eng zaruriy nuqtasi hisoblanib, rasmlar, grafiklar, jadvallar asosida natijalar yoritilishi lozim bo'ladi. Muhokama qismida siz o'sha olingan natijalarni va o'tkazgan tajriba sinov natijalaringizni yoritishingiz zarur bo'ladi. Muhokama qismi ham 200-300 so'zdan kam bo'lmasligi lozim. Xulosa qismida kirish qismiga qo'yilgan maqsadlarga erishilganlik yoki ilgari surilgan gipotezning isbotlanganligini ko'rsatilishi va xulosalar va tavsiyalar qismlari ham aks ettirilishi, tavsiyalar mazmunida ham aks ettirilishi lozim. Xulosalar qismi adabiyotlar ro'yxati o'zingiz ishingizga havola qilgan maqolalar va kitoblar ro'yxati havola sifatida keltirilishi, adabiyotlar ro'yxatida keltirilishi lozim bo'ladi. Endi sizga ilmiy maqolani ko'rsatadigan bo'lsam, mana ilmiy maqolaning ko'rinishini ko'rsatadigan bo'lsam, tarkibiy qismi ilmiy maqolaning bu OAK tarkibidagi jurnalga yozilgan maqolaning ana mavzusi 12 ta so'zdan oshmagan, maqola muallifi haqida ma'lumotlar keltirilgan o'ng qismdan, mana bu maqolaning annotatsiya qismi keltirilgan 100 ta so'zdan oshmagan, 100 ta so'zdan iborat. Jurnal talabi 100 ta so'z bo'lgani uchun 100 ta so'zdan oshmagan. Kalit so'zlar mana bu tartibda aks ettiriladi maqolada. Jurnal talabida agar annotatsiya va kalit so'zlar mavzu qismlari 3 tilda tarjima qilinsin degan talab qo'yilgan bo'lsa, mana bunday ko'rinishda 3 tilga tarjima qilib, rus tilidagi va ingliz tilidagi variantlar ham qo'yiladi. Mana bu maqolaning kirish qismi. Maqolaning kirish qismida maqola umumiy shu sohaga doir bugungi kundagi holat haqida ma'lumotlar keltirilgan.
Maqolaning tadqiqot metodologiyasi va adabiyotlar tahlili qismida esa adabiyotlar tahlili, ya'ni tashkil topgan. Bu yerda masalan chet elda ushbu maqola mavzusiga mos hozirgi holat, u yerda olib borilayotgan metodikalar o'rganilgan va tahlil qilingan, AQSh tajribasi o'rganilgan, mana bu yerda Germaniya tajribasi o'rganilgan, bu yerda o'sha o'qitish tizimlari o'rganilgan va o'sha adabiyotlar tahlili va metodologiya qismida yana O'zbekistonda mavjud qonun qarorlarning tahlillari keltirilgan. Mana shu mavzuga mos qarorlar tanlab olinib, qarorlar ichida mana shu mavzuga mos mana shu sohani rivojlantirishga qaratilgan qanday vazifalar belgilangan bo'lsa, o'sha vazifalar aytib o'tilgan. Masalan, O'zbekiston Respublikasining 19-yil 29-oktyabrdagi ilm fan faoliyati to'g'risidagi 576-sonli qonunida belgilangandek, ilmiy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish, foyda olish maqsadida ilmiy faoliyat natijalarini fuqarolik muomalasiga kiritish vazifasi belgilangan. Qonunga muvofiq siz ilmiy tadqiqotchilar uchun ilmiy salohiyatni oshirishga qaratilgan web platformalarni ishlab chiqish, ilmiy soha vakillarining bilim darajasini oshirishga hamda bakalavr, magistr, mustaqil izlanuvchilar uchun ushbu platformaga ehtiyoj katta ekanligi tajribalar davomida aniqlanmoqda deb har bir qonunda belgilangan vazifaga izoh berilishi lozim tadqiqotchi tomonidan. Mana keyingi qonun har bir maqolaga kamida ikkita qonun, farmon, qaror, prezident qarorlari bo'lishi mumkin, vazirlar mahkamasining qarorlarini olib, mana shuna asos sifatida kiritilishi lozim bo'ladi. Har bir maqolaga kamida ikkita hujjatni kiritish lozim bo'ladi. Va o'sha tajribalar o'rganilganda chet el tajribasini kamida 3 ta davlatning tajribalari ham o'rganilib, tahlillari maqolada keltirilgan bo'lishi lozim bo'ladi siz tanlagan soha bo'yicha. Mana bu yerda yana Buyuk Britaniya dasturlari misol sifatida keltirilgan, AQSh tajribalari dasturlari keltirilgan. Bu yerda asosiy maqolaning mavzusi elektron ta'lim platformalari yordamida talabalarni o'qitish, ilmiy tadqiqot faoliyatiga o'qitish mavzusida yaratilgan ushbu maqola, ya'ni bizning kursimiz ham ilmiy tadqiqot metodologiyasi, ushbu kursni takomillashtirishga qaratilgan maqolaning mazmuni asosan. Maqolaning keyingi tarkibiy qismi ana 3 turdagi dual dasturlar, bu yerda munozara keyingi qismi, munozara qismi, ya'ni bu yerda tahlillar yuqorida keltirildi. Kamida 200 ta so'z dedik, ya'ni 2 abzasdan iborat bo'lishi ham mumkin tahlillar, yoki mana bu maqoladagidek to'liq agar tahlillarni ko'proq keltiraman desangiz, bu yerda 3 ta davlatning tahlillari, 4 ta qonunning izohlari, belgilangan vazifalarni amalga oshirish ko'rsatkichlari keltirilganligi uchun bu qism katta bo'lgan. Bu maqolada 2-3 betni tashkil etyapti. Siz buni yarim betlik qilib ma'lumot sifatida ham yozsangiz bo'ladi. Kamida shu 1 bet bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Munozara natijalar qismida esa bu O'zbekiston bilan o'sha chet el tajribalarini o'zaro solishtirish va chet eldagi o'sha ijobiy qaysidir tomonlarni O'zbekistonda tatbiq qilsak qanday natijalarga erishishimiz va natijalar, xulosalar haqida munozara va natijalar qismiga mana shu maqsadlar olib borilgan. O'tkazilgan so'rovnomalar, o'sha tajriba sinov obyektlari tanlab olingan. Masalan, bu yerda tadqiqotlar olib borilgan Buxoro davlat universiteti, Qarshi davlat universiteti, Urganch davlat universiteti talabalari o'rtasida so'rovnomalar o'tkazilgan. So'rovnomalarning mavzulari, savollarini ham bu yerga masalan qo'yilgan. Siz ham o'zingiz qaysidir soha bo'yicha so'rovnoma o'tkazib yoki kuzatish metodi siz kuzatib, qanaqadir bir biologik jarayon haqida maqola yozayotgan bo'lsangiz, biologik jarayonni, o'sha o'simlikni ekish jarayonlarini, uni unib chiqishi bo'yicha rasmlaringiz bo'lsa, ketma-ketlikda tajriba ko'rsatkichlari bo'lsa, laboratoriya ko'rsatkichlari bo'lsa, mana shularni ham bu yerda joylashtirishingiz mumkin buning o'rnida. Va uni tahlillaringizni ham keltirasiz. Mana bu yerdan so'rovnoma natijalari, tahlillar, talabalar soni, berilgan javoblarga qarab hamma tahlillar keltirilgan. Mana shu tarzda jadval ko'rinishida, rasm ko'rinishida, hisob-kitoblar, misollar ko'rinishida berishingiz mumkin. Buning hech qanday ahamiyati yo'q. Asosiysi o'tkazgan tajribalaringizni, tahlillarni ushbu qismga keltirishingiz kerak. Xulosa qismida olingan tajribalaringizning natijalarini
siz o'sha O'zbekistonda qo'llash, buni o'sha qaysidir sohani rivojlantirishga samarali tatbiqlari haqida ma'lumotlarni keltirishingiz zarur bo'ladi. Xulosalar qismida va adabiyotlar ro'yxati xuddi mana bu tarzda bayon etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha